Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Tema kuchada qilish. Gulshan kuchada tug'ildi. Tillaxon balnisqa ilingandan keyin bala tug'ilib bu vaqqa Gulshan ismi qo'yilgan edi. Bala faqat 7 oylik bo'libla tug'ilganligi uchun nihoyat kichik va ojiz edi. Balaning har zaman chachrab ketish ehtimoli bor edi. Shunga doktorlar balaga alohida imtiyoz bilan qarab, alohida beqildigan yerda ota-onasidan ayirib beqiyotdi. Balaning qachonlarda yetilib, onasini emgugidek holga kelishi texi aniq emas edi. Tillaxon garchi doktorxonadan chiqqan bo'lsa-mu, ammo har kuni doktorxonani yo'qlab, Gulshanning ahvolini o'rganib turardi. Doktorlar balaning ahvoli haqida aniq bir nima deyolmaganligi uchun, ular o'zlarining Oqsuga qachon mangalaydiganligini bilmaydi. Sultonjon bu ahvollarni bildirib, Oqsu va Urumchiga xat yozdi. Xatning javobi kelish uchunmi hech bo'lmaganda 2-3 hafta vaqt ketadi. Shunda qilib ular kuchada bir mazgil turib qoldi. Kucha yangi shahardagi yangidan qurilgan bo'lib, ancha cho'ng emas edi. 1958-yili Kuchani, ya'ni hozirgi Kucha shahrini suv besib ketganligi uchun nahiyalik hukumat qaror ma'qullab, Kucha bozorining sharqidagi sayliqqa hukumat organlarini ko'chirib chiqib, shahar paydo qilgan edi. Shuningdan boshlab aslidagi Kucha bozori Koni shahar, yangidan qurilgan turalg'ular yangi shahar deb atalgan. Yangi shaharda asosan hukumat organlarida ishlaydigan xodimlar va ularning oila tavobatlari bo'lganligi uchun atdigan oqshomda va bozor kunlari bo'ladigan savdo-sotiq bozorlari ancha shakllanib ketmagan edi. Kishilar yanala Koni shahriga kirib savdo-sotiq qilishga odatlangan edi. Sultonjon bilan Tillaxon Kuchada turgan 2 oy jarayonida Kuchadagi yemak-ichmak mashiatlarining Urumchiga qaraganda mo'l va kengri ishkanligini, odamlarning muloyim, tuz, sodda va keng qursoq ishkanligini his qildi. Uning ustiga havosi bu Urumchiga qaraganda xeyli issiq edi. Mayli yangi shahar bo'lsin, mayli Koni shahar bo'lsin, atrofi cho'ng kichik yezlar bilan o'ralgan bo'lib, shaharga yaqin bog'lar nihoyat ko'p edi. Cho'ng shaharlarda tug'ilib cho'ng bo'lgan bu yoshlar Kuchani yoqtirib qoldi. Ular nasihat qilib Oqsuga bormaslik qaroriga keldi. Ammo ular o'zlari xohlagancha Oqsuga bormay, Kuchada qola olmaydi. Uning ustiga Gulshan texi doktorxonada edi. Shuning bilan ular yana Urumchiga xat yozib, Kuchada qilish istigini bildirdi. Ular Kuchada turvatqili 4 oydan oshdi. Gulshan texi doktorxonadan chiqmagan bo'lsa-mu, ammo ahvoli burunqidan xeyli yaxshilanib qolgan edi. Kurash opsi Tillaxonga ergishib, har kuni doktorxonaga singlisi Gulshanni ko'rgili boradi. Biroq Gulshan texicha aynak qutining ichida beqilayotqashqa, singlisi bilan yuzlarni ko'risholmaydi. Ba'zida ukam ko'tirman deb kamsizlik qiladi. Ular dastlabki 2 oy jarayonida doktorxonaning bir uyida turdi. Keyin Kucha nahiyalik hukumat kadrlar rayoniga o'rinlashtirdi. Kadrlar rayoni burunqi Kucha nahiyalik xalq qurultiyi joylashgan uylar bilan bir yerda bo'lib, bu yerda faqat hukumat organlarida ishlaydigan kadrlarning uyi bor edi. Uningcha Urumchidan ularga aloqa qog'ozi keldi. Aloqa qog'ozida ular Oqsuga tava har qanday yerda qolsa bo'ldiganligi va yerlik hukumatning ularni kasbiy alayligiga qarab muvofiq xizmatga o'rinlashtirsa bo'ldiganligi yozilgan edi. Yuqorining tavsiyasi bo'yicha Tillaxon Kucha nahiyalik pochta telegraf idorasining telefon bo'limiga telefonist bo'lib o'rinlashdi. Kuchada tunji telegraf punkti 1894-yili qurilgan bo'lib, 1910-yili tunji pochta idorasi qurilgan. 1935-yili telegraf punkti telegraf idorasiga o'zgartirilgan. 1949-yili pochta idorasi bilan telegraf idorasi ayrim idora bo'lib ta'sis qilingan. 1952-yili pochta idorasi bilan telegraf idorasi birlashtirilib, pochta telegraf idorasi deb atalgan.
Sultanjon nahiyalik mal doktorxonasiga taqsim qilindi. Sultanjonning u yerdagi xizmati tarjimonlik bo'lib, malchilar bilan doktorlar orasida tarjimonlik qiladi. U chaqlarda bütün chorvachilar Uyg'ur, doktorlar Xitoy bo'lganligi uchun chorvachilarning aloqa ishlarida nihoyat zo'r qiyinchiliklar bo'lgan. Kichik kurashning shundan keyingi hayoti Tarim bo'stonligining shimoliy qismiga joylashgan madaniyatga boy bu zaminning taqdir yaqiniga qo'shilib ketdi. Tema balalik chaqlar. Kurash 7 yoshga kirgan yili, ya'ni 1966-yili 9-oyda maktabga kirdi. Ota-onasining orzusi bilan Kucha nahiyalik 4-boshlang'uchda o'qidi. 4-boshlang'uch Yangi shahar ichiridagi Xitoycha maktab bo'lib, ayni chog'dagi qurilish atriti oilalar qo'rosiga yaqin yer edi. Kurashning tunji maktab hayoti ancha ko'ngilli boshlanmadi. Kurash 4-boshlang'uchdagi birdan-bir Uyg'ur o'quvchi bo'lib, xuddi qo'ylar orasidagi sarkidek mana-manda bilinib turadi. Xitoy o'quvchilaridagi madaniyat an'anasidan shakllangan yodlarni org'a olmaslik, kamsitish, xo'rlash va bo'za qilish psixikasi kurashning maktab hayotiga qora ko'langilar tashlab o'tadi. U har qatim Xitoy saboqdoshlari tarafidan bo'za qilinganda qalbi cheksiz azobga to'ladi. U bundaq ahvollarga duch kelganda doim o'qituvchilardan madad tilab, ularning ko'ziga tilmirib boqadi. Biroq o'qituvchilarning ko'zidagi so'g'uq nurni ko'rib tini shurkinatdi. Uning yumron qalbi o'qituvchilardan adolat istaydi. Biroq asrlar bo'yi irqchilik yiltira statgan tuproqdan kelgan bu kishilarga nisbatan adolat ajdodlaridan anglab boqmagan yot uqum hisoblanadi. 1966-yilning oxiridan boshlab Sultanjon tortib chiqarildi. Beshiga qalpoq kiydirilib sazoyi qilinishga boshlandi. Sultanjon chetga bog'langan unsur bo'lib, kuchadagi eng xatarlik odamlarning biri hisoblanadi. Kunduzi beshiga qog'oz qalpoq kiydirilib, bo'yniga taxtay esilib, ko'cha sazoyi qilinsa, kechasi yig'in ichilib tanqid qilinadi. Bu ish faqat Sultanjon bilan ketmadi. Kichik kurash mo'tadisiga o'xshash maktabda saboqdoshlari tarafidan beshiga chilak kiydirilib, sinib sazoyi qilib, urib o'ynashning ob'ekti bo'lib qoldi. Ba'zida kurashni maktab maydonida sazoyi qilib tepib o'ynaydi. Garchi o'qituvchilar bu ishlarni ko'rib tursimu, ko'rmasga, bilib tursimu, bilmasga saladi. Ular tarbiyalangan ma'ariflarda insoniyat hukmi yo'q edi. Ular faqat ko'zining o'zingni o'ylamasang yer yutudi degan hikmatiga ishnatdi. Tillaxon o'g'li kurashning maktabda tortgan zulmlarini anglagan bo'lsa-mu, ammo eg'iz ichib bir nima deyolmaydi. Dardini ichiga yutib, yuragini puchilmoqdan boshqa amali yo'q edi. Oxiri Tillaxon kurashni 4-boshlang'uch maktabdan chiqarib olib, 2-boshlang'uch maktabga berish qaroriga keldi. 2-boshlang'uch maktab Kucha Yangi shahardagi cho'ng ham nuqtaliq boshlang'ich bo'lib, bu maktabda faqat Uyg'ur o'quvchilarla o'qiydi. 1967-yili 2-oydan boshlab kurash 2-boshlang'uchda Uyg'urcha o'qishga boshladi. Bu yerda 4-boshlang'uch maktabdagidek xo'rlanish, bo'zak bo'lish, yaklanish bo'lmasa-mu, ammo o'qituvchilar kurashga boshqa o'quvchilarga qaraganda sal qattiqroq muomala qiladi. Ba'zida sinfda bevosita dadisi Sultanjonning siyosiy jinoyatlarini tilga olib tanqid qiladi. U chaqlarda o'qituvchilarning o'quvchilarni urishi odatga aylangan ish bo'lib, kechikib qolsa yoki kapsizlik qilsa, o'qituvchilar tarafidan jazolanadi. Kurash 2-boshlang'uchda qattiqqo'l o'qituvchilar tarafidan jazolanishi va dadisi Sultanjonning ismini maktabda atab tanqid qilishi aslidan maktabdan ko'ngli qolgan kurashga nihoyat og'ir keldi. Uning ustiga 4-boshlang'uchda ko'rgan xo'rliqlari texi esidan ko'tarilib ketmagan edi. Kurash bir mezgil uydan maktabga boraman deb chiqib ketsa-mu, ammo maktabga bormay ko'chada lag'aylab yurib kun o'tkazdi. Tillaxon bu ishlarni bilganda allaqachon kechikkan edi. Kurashning maktabga berish ro'yi qolmagan edi.
Maktabmu kurashni sababsiz dars qoldirdi deb maktabdan chekindirgan edi. Kurash 1967-yili 5-oyning 5-idan boshlab maktabdan rasmiy to'xtatildi. Singlisi Gulshan 4 yoshga kirib qolgan edi. Sultonjon nazorat ostida edi. Biroq ba'zida uyga kelib ketish mumkinchiligi bor edi. Kurash shundan keyin uyda bo'ldi. Singlisi Gulshanni biqib, opsi Tillaxonga yordamlashib yurdi. Jamiyatning siyosiy vaziyati nihoyat keskin edi. Cho'nglardan tortib kichiklargacha biror eg'iz so'zni xato qilib silish hayotlikqa munosabatli cho'ng ish hisoblanadi. Atrofidagi barliq Xitoy qo'shnilar g'umishib qarshadi. Uyg'urlarning ko'pinchilari do'qurishib qilishdan o'zlarini qochiradi. Ba'zida kurash Xitoy qo'shnilarining bolalaridan tayoq yeb kirsimi, livini tishlab chidabaqdan boshqa amali yo'q edi. 1967-yili 12-oyning 22-kuni Munavvar tug'ildi. Buningga ulab 1968-yilning o'ttirlarida Tillaxonmu chetga bog'langan unsurning xotini degan nom bilan pochtaxonadagi ishidan to'xtatildi. Bu mezgilda ishdan to'xtash yaxshilikning bishorati emas edi. Oilaning iqtisodiy manbasi butunlay uziladi. Sultonjon yeziga tushiritilgan edi. Ko'pincha vaqtlarda uyda bo'lolmaydi. Hayotning bu holatda yana qanchalik davomlashadiganligini hech kim bilmaydi. Turmush kundan kunga qiyinlashib ketyotdi. Ish tepish asla mumkin emas edi. Uydagi bor bisotlarni setish unchalik oson emas edi. Soqchidan bilib qolsa, sotgan narsani tortib olishdan sir opirib sulab qo'yadi. Shunga bir narsa setishdimi ishonchlik odam bo'lmasa bo'lmaydi. Turmush kundan kunga oxiri yo'q zulmatga qarab ketyotdi. Shunda qilib bu asmlarni bu yergacha o'qidik. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh. Baraydı semcol icraat Hedigende kitelmey Hedigende kitelmey Serdap bulup yürümen Burdunan jütelmey Burdunan jütelmey Aşkın boldu namımı Men çegreden ötelmey Şunda sersan jürüydü Balangdan la vatenge Balangdan la vatenge Vatan digen kızga Toymay karayme Bayrak tutan kollarını Süyüp yalayme Bayrak tutan kollarını Süyüp yalayme Vatanimin hidini Toymay purayme Oğlum bugün dedinde Sarangdan la vatenge Sarangdan la vatenge Oğlum bugün dediğinde
Sarang denla vatenge Sarang denla vatenge